Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlarga 5 ta tuxumdan juda ham mazali bo'lgan qora rulet tayyorlab ko'rsataman. Har doimgidek 5 ta tuxumimizni oqidan sarig'ini ajratib olamiz. Oqiga ozroq tuz qo'shib, mikserda yaxshilab urib olamiz. Qattiq massa bo'lgandan so'ng 5 qoshiq shakarimizni asta-sekinlik bilan solib olamiz. Tuxum sarig'iga oqini aralashtirib olamiz. 5 qoshiq un, 1 qoshiq kakao, 1 choy qoshiq razriqli til bilan unlarimizni ham aralashtirib olamiz. Tuxum oqimizga sarig'larimizni qo'shib oldim. Ustidan unli massalarimizni ham solib aralashtiramiz. Biskvitimizni listga solib pishirib olamiz. Pishib chiqqan biskvitimizni nam sochiqda o'rab olamiz. Ruletimiz glazuriga idishimizga 3 qoshiq shakar, 2 qoshiq kakao, 1 qoshiq un solamiz va yarim piyola suv solib qaynab quyilguncha gazimizga qo'yib olamiz. Quyilgandan so'ng ozroq yog' solib aralashtirib qo'yamiz. Endi sovutishga olib qo'yamiz. Bu yerda ruletimiz uchun yong'oq, moloko, shanti krem va qaymoqli kremdan tayyorlab olganman. Ruletlarimizni ochib, hammasini birin-ketin qo'yib, rulet shaklida o'rab olamiz. Ruletimizning ustiga shanti kremdan foydalandim. Ustiga glazurlarimizni qo'yib, xohishga qarab ustini bezatib olamiz. Ruletlarim ham tayyor bo'ldi. Mana ichlari juda ham sochli bo'lib chiqdi. Pishirig'im oldidagi taomni oldingi videolarimdan topishingiz mumkin.